Rim qoliblarini ontalib kelsa ham hech narsa bo'lmaydi dedi. Bitta sinab ko'ramiz azizlar. Oho. Kalachalari chiqib ketgani sabab azizlar, mana shu kalachalar orqali bu qatiriladi. Kafolatimiz bor. Kafolat bor. Ya'ni bu qolibda endi misol uchun o'zi yaxshi xizmat qildiradigan bo'lsangiz, bir oyda o'zini oqlar ekan. Aha. Qayerdan bilasiz bir oyda oqlashini? Chunki o'zimizni oldik. Xo'sh, 25 likdan boshlasak, men o'zingizga yuqoriroqni qo'yib ko'rsataman. 25 ketdi. 600 gram. Bitta detali 50 lik detali. 800 gram. Bitta detaldan 200 gram. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun biz Samarqanddamiz. Aka-opar akani bazalariga yetib kelganmiz. Ya'ni Rimskiy kolonnani bilasizlar. Sizlarga ko'plab videorolik xizmatlarni ham ko'rsatib o'tyapmiz. Endi mana 2025-yilda yana kimdir boshlamoqchi bo'lsa, aynan shu biznesni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchimiz va Rimskiy kolonnani ham juda ko'p turlari bo'lib ketdi. Hamma har xil variantlarda reklama qilyapti. Xolisona fikrlar aytib o'tamiz. Ya'ni Rimskiy kolonni olganda nimalarga e'tibor berish kerak? Shu haqida ma'lumot berib o'tamiz. Videoga like bosib, oxirigacha tomosha qilinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Aka-opar aka, birinchi savol, mana deyarli hamma viloyatlardan Rimskiy kolonnani reklama qilishyapti. Xo'sh. Qanday ajratib bo'ladi? Misol uchun, birinchi o'rinda uzoq xizmat qilish kerak, sinib qolmash kerak, yaxshi bo'lish kerak. Qanaqa ajratsa bo'ladi? Xo'sh, demak, bizda asosan bundan oldinlari birinchi sort qalinlari juda ham yaxshi sifatliga sotilardi. Va narxi ham o'shanga yarasha, sifatiga yarasha edi. Shunga qarab, mijozlarimiz olib ketib, baraka topishgan, hamma rahmat aytishgan. Endi ba'zi joylarda arzon deyishlari mumkin, menga senga qimmat deyishlari mumkin. Biz o'shalar uchun ham arzon variantini olib kelib qo'ydik. Yuqa variantini. Boshqa joyda ko'rslar ham shunaqa narxda qanday bo'lsa bizda ham undan arzon bo'lsa bor, lekin qimmat emas. Yuqa variantini olib kelib qo'ydik demoqchi biz. Qalin variantlarni ham olib kelib qo'yganmiz. Bemalol murojaat qilishsa shu qalin uzoq yil xizmat qiladigan variantlarni so'rasanglar bormi? Misol uchun bu yerda bu qalinlar, misol uchun qalin. Endi qalin degani ancha-munchaga sinmaydi degani. Ancha-munchaga sinmaydi. Rangida ham juda ham farq qiladi. Rangi ham bor, rangida ham farq qiladi. Og'irligida farq qiladi va bundan keyin shu o'zingiz necha yil xizmat qilgan o'zingizga misol? O'zimizda mana 6-yil tugatib, 7-yil ketyapti, lekin qoliblar charchagan. 7 yilda charchadik. 5 yil zo'r xizmat qiladi. 5 yil zo'r xizmat qilib beradi. Bemalol ko'ngilli to'qilib ishlatishsa mumkin. Biron nima bo'lsa o'zini sinsa, biz almashtirib beramiz. Kafolatimiz bor. Kafolat bor. Ya'ni bu qolibda endi misol uchun o'zi yaxshi xizmat qildiradigan bo'lsangiz, bir oyda o'zini oqlar ekan. Aha. Qayerdan bilasiz bir oyda oqlashini? Chunki o'zimizni oldik. Sizlarga reklama qilayotganlarimiz o'zimizning qoliplarimiz bo'lgan. Misol yilda boshida 4 olgan edik. Xudo xolasa mana 1 oy atrofi bo'ldi. Uje oqladi, yana mana qolip jo'natib bergan kecha ham bizga. Yana olib ketiladi. Yana Toshkentga ham filial qilyapmiz. Xullas, zo'r. O'zimiz ta'mini tatib ko'rdik. Shuning uchun yana sizlarga tavsiya qilyapmiz. Qanaqa razmerlar bor? To'rtburchagi ham bor. Endi bu tomondan aytib o'tayotganimizda, keyin boshlaylik. 25 lik diametrdan to 50 lik diametrgacha olib kelib qo'yganmiz. Dumaldoq to'rtburchak, spirallik variantlarimiz, hamma variantlarimizdan bor. Bu 25 lik. Yukasimi yo qalinimi? Bu yuqaroq. Yuqaroq 25 lik $350. 350 dollar shu. Shu reklama qilishayotganaqa $350. Bu yerda endi 30 ligi bor. 30 ligi bor. Eng trend yuradigan shu 30 lik ekan. Hamma joyda klienti bor ekan, nima shuni? 30 lik juda ham qadavoy, bo'z yuqasi, shu narx. Qalini ham bor. Qalin so'rasa qalindan ham qo'yib beramiz. Xuddi shuni qalini, bumi shuni? Mana, xuddi shunday qalini. $190 farqi bor. Aha. Misol uchun bu boring 3 yil xizmat qilsa, bu 5 yil yoki 6 yil xizmat qiladi. Xuddi shunday, lekin bunga garantiya bermaymiz. Ha, bunga garantiya bermaymiz. 1 yil, 2 yilda o'zi charchab, qorin chiqaradi, ularga ishlatsa bo'ladi. Buni ham maslahat beramiz. Balki yangi boshlovchi bo'lishi mumkin. Balkim uyda o'zi quyayotgan bo'lishi mumkin. O'shalarga maslahat beramiz. Arzon o'zi uchun bo'lsa, ha, o'zi uchun bo'lsa, bitta ikkita bo'lsa. Lekin bu qalini ki men biznes qilaman, yo men arendaga boshlayman deganlar uchun juda ham zo'r variant. Tushunadi. Biz qadrdonlar 4 ta bilan boshlaganmiz, taxminan $2000 dan oshiq pul bilan. Mana uje mana 2-oyga o'tilyapti, uje yana qo'shilyapti-da, misol bunaqalardan qo'shilyapti. Qo'yingki, misol boshlanish tavsiya qilaman shu $2500, $3000 bilan boshlasa zo'r ekan. Misol uchun boshida $10,000, $15,000 tikish shart emas. Minimalni shu bitta matichani pulini kirgizib boshlasa, shunday passiv dohod kelib turadi. 3-oydan keyin yana bitta maticha bo'lsa bo'laveradi. Xuddi shunday. Bular tagiga qo'yadigan stakanlari har xil razmerda, har xil fasonda, ichlardan, hammasi qalin, ichlaridan ko'rsatishingiz mumkin. Bemalol ko'rib, qanaqa variant kimga kerak bo'lsa, zakaz berishlari mumkin. Biz olmagan edik azizlar, bundan boshida endi oldik, chunki talab ko'p ekan bunga. Necha puldan bo'ladi aka bular? Bular $200 dan boshlanadi. 200, 220, $250 shunaqa. Agar yuqalari bo'lsa, $150, $100 ga ham. $100 ga bo'ladi. Lekin buni hozir yuqqasini olib kelib qo'ymagan, faqat qalin. Faqat qalin, tushunadi. Endi bu balasinalar, xo'sh, bu balasinalar, periyalar har xil. Kim olyapti o'zi, qayerda foydalanishyapti? Asosan bu hamma joyda juda ham trendga chiqqan. Hamma joyda ishlatyapti. Shu Samarqand, Toshkent, Xorazm juda ham asosan ishlayapti. Men domlarda, balkonlarda ko'rdim ko'proq. Ha, quyish jarayoni aytyapsiz. Ha, domlarda olishadi, odamlar uyda ham olishadi. Chunki
hozir temirdan уже bunga betonga o'tishyapti. Avvallari beton edi, temir bo'ldi, keyin yana уже betonga o'tishyapti. Xuddi shunaqa. Aylanib ketaveradi. Domlarda trend kelib ketgan sababi, misol domda nerchevikadan qo'yish mumkin emas bo'lib qoldi. Sababi bolalar chiqqanda nerchevika sinib ketish ehtimoli yoki qarilib ketish ehtimoli bor ekan, shuning uchun beton xavfsiz deb betondan qildiryapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar 99% domlarda, ya'ni balkonidagi beton bo'lyapti. Shuning uchun. Beton va bundan tashqari traventin tosh deyilganda, traventin toshning 1 metri shu dom quruvchi uchun где-то taxminan shu 250-300 dollarga ketadi 1 metri. Lekin beton bilan qilaman desaga 1 millionga tushadi. Dom quruvchining egasiga maksimum eng qimmat bo'lgan tushunarli. eng yaxshi sifatli. Bu yerda mana qaranglar, 30 liga 590 dollar, yukasi 400 dollar, bu yerda 35 liga 450 dollar. Bu yukasimi qalinimi? Yuqarog'i. Yuqarog'i. Bu 25 lik, shu 350 dollar deganimiz. Bu ham shunaqami? Ha, bu ham yuqarog'i. Endi hozir 350 dollardan boshlanadi deb narx aytganmiz. Endi qalin yuqoriga qarab narxi o'zgarib ketaveradi. O'zgarib ketadi. Bu tomonda misol uchun 40 ligi ham bor. Buni misol masjid, to'yxonalar oladi bo'ladimi, baribir? Asosan masjidda, to'yxonada, katta baland obyektlarda olishyapti. Xonadonlarga 25 dan 35 gacha hadovoy bo'lar ekan. To'rtburchaklari. Biz hali to'rtburchakdan olib ko'rmadik. To'rtburchaklari qanaqa, narxida arzonroqmi, qimmatroq bo'ladi? To'rtburchaklari narxida qimmatroq bo'ladi. Nima uchun? Qo'yib berish xizmati ham salgina qiyinroq va ishiga yarasha narxi ham bo'ladi. Shuning uchun qolibi ham qimmatroq. Va bundan tashqari bunga siryo ketadigan siryosi dumalokka nisbatan ko'proq. Bunga ko'p solingan. O'sha gramdasidan grammaga ham farq qiladi. Bu juda ham mustahkam. Shu uchun. Endi aka aka taroziga qo'yib ko'rsatib beraylik. Misol mana yuqorog'ini deganimiz yuqorog'likda qo'yaylik, qalaradi bir xilidan. Xo'sh, 25 likdan boshlasak, men hozir sizga yuqorog'ini qo'yib ko'rsataman. 25 ketdi. 600 gram. Bitta detali 50 lik detali. 800 gram. Bitta detalidan 200 gram. Demak, bunisi 30 ligi. Bu ham 30 lik, ikkovi ham. Bittada ananas qiyin ekan, bitta ko'z bilan degan. Bu 1 kilo 200. Farqi 800 400 gram farq. Ha. Mana bizni qalin 25 mingimizda ko'ring-da. 800 gram. Ha, 25 dan boshlagan. Ha, shunday. Zo'r. Shunaqa. Endi xizmat narxlariga keladigan bo'lsak, arzoni 250 ming so'mdan 1 metr bo'lyapti. Shunday. Yana viloyatga qarab, ob'yomga qarab 200 mingdan boshlasak ham, o'rtacha narx hozir 250 ming bo'lgan. 300, 350 shunaqa ketaveradi. Ketadi. Toshkentda talab ko'p, Toshkentda narx qimmat ekan. Chunki Toshkentda narx qimmat. U yerda talab ham o'shanga yarasha juda ham baland. Bundan tashqari Toshkentda lokatsiyalar uzoq bo'lgani uchun ko'p vaqt ketadi, borish kerak. Yo'l kira ham qilgan. Xullas Toshkentda o'ziga yarasha narxi bor. Poytaxtligi bor, poytaxt. To'g'ri. Toshkentda ham qilmoqchi bo'lsangiz aloqa qilib qo'yasizlar. Aka aka qancha desa qilib berasiz. Qanchaga desa? Dastlabki masalasi qanaqa? Misol uchun deylik, Farg'onadan kimdir aloqa chiqdi yoki Namangandan. Namanganda oz ekan. Qolib oz ekan. Bizni qolib poli Namanganga olib ketib qolishyapti. Namanganga ham filial qilsanglar bo'ladi. Misol Namangandan kimdir olaman desa, to'rttasini dastlabkasi bepul yoki qanaqa bo'ladi? Dastlabkasi O'zbekiston bo'lib bepul qo'ygan. Bepul qilib berasizlar. Qolib olamiz deyishsin, kalon olamiz deyishsin, qoliplari bepul. Keyin buni quyishda ham o'ziga yarasha endi kichkina sirlari bo'ladi-yu, baribir, to'g'rimi? To'g'ri quyish yoki biz nafaqat buni sotish va balki o'zimiz 7 yildan beri shu bo'yicha shug'ullanib quyib kelamiz. Maqsad nafaqat sotish va buni boshqa viloyatlarga tarqatib, ular ham biznes qilishsin. Bir o'zimiz ulgurmaymiz. O'zbekiston katta, hammaga yetadi. Quyishni ham o'rgatamiz. Qo'l bilan ta'minlab beramiz. Hamma tomonlama yordam qilamiz. Qolib olgan odamga o'rgatib qo'yadi. Keyin o'zingiz misol 1-2 soat o'rganib olasiz. Beton quyib bergan odam o'zi yaxshi tushunar ekan. Endi nimadan o'rganasiz? Silliq chiqishi uchun. Chunki buni qildirgan odam guliga e'tibor beradi. Shu silliq chiqishini o'rganib oladigan bo'lsangiz, yog'i oson. Qadrdonlar, ekranda telefon raqamini qoldiramiz. 350 dollardan boshlab o'sha eng katta razmerlargacha sizlarga aka qilib beradi. Sog' bo'linglar, ekrandagi raqamlarga aloqa qilishinglar mumkin.